Rizq. Hasan Basriy rahimahulloh aytadi: Rizqimni mendan o'zga hech kim ololmasligini bilganimdan so'ng xotirjam bo'ldim. Imom Shofiy rahimahulloh aytadi: Kim agar rizq kuch bilan keladi deb o'ylasa, bilsinki, chumchuq burgut bor joyda hech narsa yeya olmas edi. Shayx Sharoviy rahimahulloh aytadi: Seniki bo'lgan narsa zaif bo'lsang-da senga keladi. Seniki bo'lmagan narsaga kuchli bo'lsang-da erisha olmaysan. Biz rizqning ma'nosini juda tor tushunamiz. Uni faqat molda, narsada deb o'ylaymiz. Bu xatodir va rizq mazmuniga yuzaki qarashdir. Ko'p rizqlar borki, biz ularni rizq sanamaymiz. Chunki biz faqatgina cho'ntakka kirgan narsani rizq deb o'ylab qolganmiz. Go'yoki boshqa narsa rizq emas. Olamda qalbi tosh xotinlar ko'p. Ammo seni uyda kutib o'tiradigan mehribon umr yo'ldoshing rizqingdir. Dunyoda qalbi qattiq erkaklar ko'p. Agar seni himoya qiladigan suyukli ering bo'lsa, bu sening rizqingdir. Ota-onasiga oq bo'lgan farzandlar tiqilib yotibdi. Agar sening solih farzandlaring bo'lsa, bu sening rizqingdir. Axloqi buzuq qizlar ko'p olamda. Agar seni jannatga olib kiradigan soliha qizing bo'lsa, bu sening rizqingdir. Qancha ko'zlar yaxshi uxlay olmaydi. Agar sen kechasi yaxshi uxlayotgan bo'lsang, bu sening rizqingdir. Atrofing to'la bemorlar. Agar sen sog' va salomat bo'lsang, bu sening rizqingdir. Dunyoda oyog'i kesilganlar ko'p. Sening oyog'ing butun bo'lsa, bu sening rizqing. Atrofingda ko'zi ko'rmaydiganlar ko'p. Sening ko'zlaring ochiq bo'lsa, bu sening rizqingdir. Yetimlar dunyoni to'ldirib turganida, sening ota-onang bor. Bu sening rizqingdir. Atrofingda 5 milliard inson iymonsizligi sabab do'zaxga tushmoqda. Sen musulmonsan. Bu sening rizqingdir. Yer yuzidagi ko'p ayollar itoatsizligi sabab do'zaxga kirmoqda. Sen esa Robbingga itoat qilmoqdasan. Bu sening rizqingdir. Sayyoraning ko'p joylarida kishilar ochlikdan o'lmoqda. Sening esa yeyishga bir necha xil taoming bor. Bu sening rizqingdir. Qancha ayollar ko'chalarda tunashayapti. Sening esa tunaydigan uying bor. Singlim, bu sening rizqingdir. Atrofingda birodarlaring bor. Olamda esa yolg'iz insonlar qancha. Bu sening rizqingdir. Qancha onalar guldek farzandlarini qabrga qo'yishgan. Farzandlaringni ko'ksingga bosayapsan. Bu sening rizqingdir. Bashariyatning yarmi o'qish va yozishni bilmaydi. Sen esa o'qishni, yozishni bilasan. Bu sening rizqingdir. Qancha ayollar ovqat qilishga masalliq topa olishmaydi. Sening turli ovqatlar pishirishni o'rgatadigan kitobing bor. Bu sening rizqingdir. Farzandlaring maktabga borganida qaytmasligidan xavotir olib, qo'lingni qalbing ustiga qo'ymasliging rizqingdir. Qancha bemorlar ovqat yeyishdan mahrum bo'lganda, sening ishtaha bilan ovqat yeyishing rizqingdir. Qancha ayollar bolalariga nonushta topib bera olishmayotgan paytda, sen ertalab qahva ichib o'tirishing rizqingdir. Olamda ko'p rizqlar borki, ularning qiymatini mol bilan o'lchab bo'lmaydi. Alloh senga taqsim qilib bergan rizqqa rozi bo'l. Ana shunda eng boy inson bo'lasan. Boshqalar qo'lidagi narsalarga boqma. Saodatli bo'lasan.